Assalomu alaykum savatdoshlar. Bugungi ingliz tili grammatika darsimizda sizlar bilan takror yuz ko'rishganligimdan intayin xursandman. Bugungi darsimizda biz oddiy kelgusi zaman degan bu grammatik shaklni o'rganib chiqamiz. Biz oldingi darslarimizda qaysini o'rgangandik savatdoshlar? Oddiy hozirgi zaman va oddiy o'tgan zaman degan bularni o'rganib chiqqan edik. Endi bugungi darsimizda bundan keyingi bo'lmoqchi bo'lgan ishlarni ifodalaydigan oddiy kelgusi zaman degan bu darsimizni o'rganib chiqamiz. Buning uyg'urchadagi tarjimasi nima bo'ladi? Men mundaq qilmoqchi, sen mundaq qilmoqchi, men undaq qilaman, sen mundaq qilasan degandek hozirdan bir sukunut, bir minut keyin bo'lsa-mu shundaq ishlarni ifodalaydigan shu jumla shaklini o'rganib chiqamiz demoqchi. Unda savatdoshlar diqqat qilaylik, buning grammatikalik shakli intayin oddiy. Biz faqat qayerga nima qo'ydiganligimizni, ya'ni ism, fe'l degandeklarni qanday joylashtiradiganligimizni bilib olsak, bu jumla shakli bizga nisbatan intayin oddiy savatdoshlar. Chunki biz oldingi darslarda buningga o'xshagan grammatikalik shakllardan o'rganib chiqqan bo'ldik. Bu bizga nisbatan qiyin to'xtamaydi. Undaqda boshlasak, birinchi o'rinda igi keladi savatdoshlar, uning keyniga diqqat be going to qo'yamiz. Be going to dedik. Be deganimiz nima savatdoshlar? Be deganimiz BPL degan gapdi. BPL qanchaga bo'linadi? Am, are, is deb 3 ga bo'linadi. Dal mushadiki be going to degandiki be'ning o'rniga biz birinchi, ikkinchi, uchinchi shaxslarning birlik va ko'pliklariga munosib holda shularning muvofiqini qo'yamiz. Ya'ni am, are, isning muvofiqini qo'yamiz demakchi. Be going to ning keynidan bir fe'l kelib qo'ysak, bu jumlamiz ravon bir shaklda putdi degan gap. Agar uningdan uzatmoqchi bo'lsak, jumlamizning oxiriga ism degandek to'ldiruvchilarni akab qo'ysak, bu jumlamiz texmi ravon bo'lib ketadi. Undaqda deb taqayli, I am going to study English. Shundaqmi savatdoshlar? Nima dedim? I am going to study English. Ma'nosi men ingliz tilini o'rganmoqchi deb tarjima qilamiz. Ya'ni biz nima degan edik? Birinchi o'rinda igi keladi, ikkinchi o'rinda be going to keladi degan edik. Uning keyindan fe'l va to'ldiruvchi kelsa bo'ladi degan edik. Hozirgi jumlaning egasi men bo'lganligi uchun nima bo'ldi savatdoshlar? Birinchi shaxs birlikninki muvofiq BPL shakli nima etdi? Am de shundaqmi? Shuning uchun nima bo'ldi bu? I am going to study. I am going to play ball. I am going to sleep. Ma'nosi men uxlamoqchi degandek tarjimasi chiqadi. Ikkinchi shaxsda desamchi, you are going to. Shundaqmi savatdoshlar? Uchinchi shaxsda desamchi, he is going to play ball. Ma'nosi u top o'ynamoqchi deb bu bo'yicha tarjima qilamiz. Ko'plik shaxslarchi, shaxslarning ko'plik shaklininki muvofiq BPL shakli nima savatdoshlar? Are de shundaqmi? Shuning uchun buni nima deymizki undaqda? We are going to speak English. You are going to read the book. They are going to play ball degandek mushu bo'yicha intayin oddiy savatdoshlar. Birinchi o'rinda igi keladi, ikkinchi o'rinda be going to dedik. Be ning o'rniga qanday qiladi ekanmiz? Am, are, is degandek muvofiq bo'lgan BPL shaklini kiradi ekanmiz. Endi buningki savol shakli qanday bo'ladi savatdoshlar? Intayin oddiy. Xuddi biz burun o'rganib o'tganimizdek BPL bilan igining o'rnini qanday qilib qo'yamiz? Almashtirib qo'yamiz. I am going to play ball deganning o'rniga nima deymiz? Am I going to deb keyni o'xshash davomlashadi demakchi. You are going to, are you going to? He is going to, is he going to? We are going to, are we going to deb mushu bo'yicha bo'ladi. Endi buningki inkor bo'lishsiz shakli qanday bo'ladi savatdoshlar? BPL bilan going to deganninki o'ttirisiga not qo'yib qo'yamiz. Ya'ni BPL ning muvofiq shakldan keyin keladigan going deganning o'rniga not qo'yib qo'yamiz savatdoshlar. Nima bo'lib ketdi undaqda? I am not going to study English. Nima dedim? Men ingliz tilini o'rganmoqchi emas. Ya'ni men ingliz tilini o'rganmayman degan gap. You are not going to play ball. Nima dedik? Sen top o'ynamoqchi emas, sen top o'ynamaysan degan tarjimasi chiqadi. Endi bu shundaq bo'lishsiz jumla shaklininki so'roq shakli qanday bo'ladi savatdoshlar? BPL bilan notni qo'shib igi bilan almashtirib qo'yamiz. Xuddi biz burun o'rgangan darslarga o'xshashlam intayin oddiy. Nima bo'lib ketdi undaqda bu? Am not I going to study English. Shundaqmi savatdoshlar? Am notni qo'shib igi bilan almashtirib qo'ydik. Are not you going to study English? Nima dedik? Sen ingliz tilini o'rganmamsan deb bu bo'yicha tarjimasi chiqadi savatdoshlar. Shuningga o'xshash intayin oddiy. Birinchi, ikkinchi, uchinchi shaxs birlik va ko'plikda bularningki jumla shakllari mushu bo'yicha intayin oddiy. Hamda oddiy kelgusi zamonninki boshqa bir xil ifodalashi bor. Buni so'zlab o'tamiz savatdoshlar. Be going to degan bu uzun so'z birikmasining o'rniga savatdoshlar will degan bu so'zni akab qo'ysakmi,
o'xshash oddiy kelgusi zamonni bildiradi. Albatta, bularning ishlatilish jihatdan ma'lum farqlari bor, ammo buni oddiy kelgusi zamonni ifodalaydi va shu bo'yicha ishlatamiz. Buni bilib olsak bo'ladi. Mushundaq be going to ning o'rniga biz willni almashtirib olsak bo'ladi savoqdoshlar. Misol, I am going to study English deganning o'rniga I will study English desakmi o'xshash demakchi. Buningki savol shaklicha will I study English? You will play ball. Will you play ball? He will study English. Will he study English? We will read a book. Nima dedim? Biz kitob o'qimoqchi. Will we read a book? Biz kitob o'qimoqchimi deb mushubuchi tarjima qilamiz. Be going to ning o'rniga willni almashtirib ishlatkilimi bo'ladi demakchi. Bayatında deb o'tganimdek bularningki ishlatilish jihati ba'zi farqlari bor. Buni ayrim so'zlaymiz. Mushlarni bilib olsak bo'ladi. Intayin oddiy savoqdoshlar. Endi bu yerda deb qo'ydigan yana bir mazmun nima deganimizda be going to ning keyindan biz nima dedik? Fe'l keladi dedik. Hozir biz deb o'tganimizdek harakatlik fe'l bo'lsa, biz bu yerga shu harakatlik fe'lni akilamiz. Agar bizning tuzmoqchi bo'lgan jumlamizda harakat bo'lmasa, ya'ni men o'qituvchi bo'lmoqchi, men doktor bo'lmoqchi degandek harakatsiz bir jumla bo'lib qolsa, shu yerga biz be fe'lning o'zini qo'yib qo'yamiz. Shunga diqqat qilsak bo'ladi savoqdoshlar. Misol, I am going to be a doctor. I am going to be a doctor. Nima dedim? Men doktor bo'lmoqchi degan gap savoqdoshlar. I am going to be a teacher. Nima dedim? Men o'qituvchi bo'lmoqchi degan tarjimasi chiqadi. Mushu bo'yicha bilib olsak bo'ladi. Bu darsimiz intayin oddiy savoqdoshlar. Darslarni yaxshi takrorlab, yaxshi o'zlashtirib, maqsadlarga tilakdoshman. Kelajak darsimizni ko'rishga omon bo'linglar. Allohga emanet.